Burası moje dokumentga bordim, yo'q ishim bitmadi. Endi shu ketamda bugun probniydin bitta istayman. Ertadan turib hisoblanadi o'shanga. Biz borib ishlashim kerak. Lekin magazin ishlayman desa, anaqada vakansiyalar ko'p bo'ladi. Magazin ish topib beradi, kerak bo'lsa. Aslında ish borda, lekin anaqasi ish vaqti ko'proq. 14 soat. 8 yarimda kechki 10:30gacha. Oyda 6 ya bir şey so'rab o'zidan joyga chiqadi lekin. Shuncha qanaqa ish bilmadim. Lekin bugun ofisga bordim. Ko'plar ishdan bo'shatyapti lekin negadir. Qayerga ishlab ko'rasiz?